Bu uzoq 1996-yilda boshlangan. Aynan shu yili men Toshkent davlat iqtisod universitetini bitirib, qayerga borsammikin, nima kasbni egallasammikin, mana ko'p dugonalarim kimdir banklar ochilgan o'sha paytda banklarga ishga kirishgan, kimlardir sug'urta kompaniyalariga. Men ham shu sohada boray, shu sohada o'zimni faoliyatimni davom ettiray deganimda, onamlar meni eng hayotimdagi asosiy maslahatchim, meni ustozim, onamlar meni yonlariga o'tkazib aytganlar: "Qizim, kel sen meni kasbimni davomchisi bo'lgin." Ular u paytda 30 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan ustoz bo'lganlar. Narxoz, u paytda narxoz deyilardi. Shu universitetda o'qituvchi bo'lganlar. Rossiyalarda, Moskvalarda ilmiy ishlarini himoya qilib kelganlar. Va ularni maslahatiga quloq solgan holda, aynan universitetda o'qituvchi bo'lsang, bu ayol kishiga juda ham zo'r kasb. Sen hech qachon buni ikkilanmagin. Meni gapimga ishongin deganlar. Men ularning gaplariga quloq tutganman.